Nobodo so'zini ingliz tilida qanaqasiga aytasiz? No, I mean really, bir o'ylab ko'ring. Nobodo so'zini ingliz tilida qanaqasiga aytib ketasiz? Chunki Google Translator'ga bu so'zni qo'yadigan bo'lsak, bizga umuman to'g'ri kelmaydigan tarjimani berib ketadi. O'ylanib qoldingiz-a? Hozir hammasini tushuntirib beraman. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va obuna bo'ling. Va inglizlar nobodo deyish uchun by any chance frazasini ishlatib ketishadi. Mana to'g'rima-to'g'ri tarjimasi va shunaqa natural eshitiladi, shunaqa zo'r eshitiladi va buni gapingizni oxirida qo'yib ketishingiz kerak bo'ladi. Are you a doctor by any chance? Mana misol uchun chet elda yuribsiz va o'zbekka o'xshaydigan bitta odamni ko'rdingiz. Lekin ishonchingiz komil emas. U o'zbek bo'lmasligi ham mumkin. Yoniga kelib Are you an Uzbek by any chance deb so'raydigan bo'lsangiz, nobodo o'zbek emasmisiz degan ma'noni berib ketadi. I find it so beautiful. Manda shu, agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, bu frazaga bitta gap yozib, bu videoni do'stingizga yuborib qo'ying. And I will see you in my next one. Bye.